Allah'ın El-Baqi degan ism sifatlar haqidagi tafsirlar. Bismillah, elhamdülillah, esselatu vesselam ala Resulillah. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Tövende dehtanlarga Ustad Abduveli Qari Rahimullah'ın Kur'an ve sünnet nuru aslida Allah Subhanahu ve Teala'nın güzel isim sifatlarının kısaca tefsirleri, dersliklerinden Allah'ın El-Baqi degan ism sifatlar haqidagi tafsirlarni o'qiymiz inshaalloh. Ba'da billahi minashshaytonirrojim. Allohning Al-Baqi degan ism sifatlar haqidagi tafsirlar. Allohning bu ism sifatlari Qur'onda bir qancha yerda tilga ilingan. Ya'ni Sura Kaf 46-oyatida tarjimasi mallar ve balılar dünya terikçiliğinin zinnetidir. Baqi qaladigan yaxshi amallarning savobi Rabbingning nazarida teximi yaxshidir. Ümid teximi cho'ngdir. Al-Baqi abadi mangu qolg'uchi zot demakdir. Olamdagi yaratilgan mavjudotlarning hammasi ma'lum bir kunda yo'q bo'lib ketadi. Ya'ni fani bo'ladi. Allah Subhanahu ve Teala o'zi yegani qoladi. Al-Baqi ya'ni abadi oxiri yo'q deganlik bo'ladi. İbtidası hem yo'q, intihası hem yo'qdir. İbtidası yo'q deganda azali deganlik bo'ladi. İntihası yo'q deganda baqi deganlik bo'ladi. İnsan dünyadaki hamma narsaning fani ekanligini, baqi bo'lib qolguchi zotning Allah Subhanahu ve Teala ekanligini, bu fani dunyoga aldanmasdan shariatda mustahkam turgan kishilarga abadiy jannatni va'da qilganligini, bu fani dunyoga aldanib, oxiratini dunyoga satgan kishilarga abadiy davzaxni hozirlab qo'yganligini bilgandan keyin o'zi fani dunyoga aldanmasdan Allah Subhanahu ve Teala tarafidan abadiy jannatga intilishga harakat qilish kerak. Hamda abadiy davzaxdan saqlanadigan amallarni qilish kerak. Kur'an ve hadislarda Allah Subhanahu ve Teala'nın bu isim sifatlariga aloqador tuvandagi mazmunlar tilga ilingan. Sura Hud 86-oyatida tarjimasi: Agar sizlar mu'min bo'lsanglar, Allah sizlarga qoldirgan halol rizq sizlar yiqqan haromdan yaxshidir. Men sizlarga muhofizatchi emasman. Sura Qasas 50-oyatida tarjimasi: Agar ular sana javob bermasa, bilginki ular faqat o'zlarining nafs xohishiga ergishidi. Allah vahiy qilgan to'g'ri yo'lni qo'yib, nafsi xohishiga ergashgan kishidanmi ozg'un odam bormi? Allah haqiqatan zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Sura Yusuf 23-oyatida tarjimasi: Yusuf turayotgan uydagi ayol, ya'ni Zulayha, Yusufdan o'zi bilan munosabat o'tkazishni talab qildi. U eshiklarni taqib etib, "Beri kel" dedi. Yusuf: "Allah panoh bersin. U, ya'ni ering haqiqatan mening xo'jayinimdir. U meni yaxshi kutdi. O'ziga zulm qilg'uchilar haqiqatan nijot topolmaydi" dedi. Sura Kaf 46-oyatida tarjimasi: Mallar ve balılar dünya terikçiliğinin zinnetidir. Baqi qaladigan yaxshi amallarning savobi Rabbingning nazarida teximi yaxshidir, ümid teximi cho'ngdir. Sura An'am 132-oyatida tarjimasi: Oxiratda her odamning qilgan amaliga yarasha darajasi bo'ladi. Rabbing ularning qilgan ishlaridan g'ofil emas. Sura Ahzab 23-oyatida tarjimasi: Mu'minlarning ichida Rasululloh bilan g'azotga chiqqanda
sabatliq bo'lib shahid bo'lganga qadar dadillik bilan jang qilish to'g'riliq Allohga bergan ahdini ishga oshirgan nurg'un kishilar bor. Ularning ba'zisi ahdiga vafo qilib shahid bo'ldi. Ba'zisi shahid bo'lishni kutmoqda. Ular Rabbiga bergan ahdisini hargiz o'zgartgani yo'q. Sura Zuhruf 77-oyatida tarjimasi: ular, ya'ni kuffarlar do'zaxga muakkal farishtaga: "Ey Malik, Rabbing bizga o'lim hukm qilsin" deb to'g'laydi. Malik: "Sizlar azobda cho'qim qolasizlar" deydi. Sura Haqqa 25-oyatidan 32-oyatigacha tarjimasi: nomi amali so'l qo'liga berilgan odam aytadi-ki: "Menga nomi amalim berilmagan bo'lsa-chu, hisobimning nima bo'lganligini bilmasam edim. Dunyoda o'limim hayotimni oxiratda qayta terilmas qilib oxirlashtirishchu. Mening mol-mulkim menga hech narsaga asqatmadi. Mening huquqim qo'limdan ketdi." Allah do'zaxga muakkal farishtalarga aytadi: "Uni tutinglar, uningga taqoq selinglar. Ondan uni do'zaxga tashlanglar. Ondan uni uzunligi 70 gaz keladigan zanjir bilan bog'langlar." La ilaha illalloh Muhammad rasul. Sura İbrahim 42-oyatida tarjimasi: "Zolimlarning qilmishlaridan Allah'ını bexabar deb o'ylamag'in. Allah ularni jazolashni shu kunning dahshatidan ko'zlar chekchiyib qoladigan kunigacha, ya'ni qiyomat kunigacha kechiktirdi." Sura Haj 5-oyatida tarjimasi: "Ey insonlar, agar sizlar qayta terilishdan shaklansanglar, gunohinglarning tugishi uchun asldagi yaratilishinglarga qaranglar. Biz sizlarga Allohning qudratini bayon qilish uchun atanglar Adem alayhissalomni tuproqdan, uning avlodini oldi bilan abimanidan, ondan laxtiqondan, ondan shaklga kirgizilgan va kirgizilmagan parcha go'shtdan yaratdik. Biz xohlagan odamni bachchadanda muayyan muddatgacha qoldiramiz. Ondan sizlarni onanglarning qornidan buvaqli qaltinglarda chiqaramiz. Ondan sizlarni asta-asta kuch-quvvatga to'ldiramiz. Sizlar kamolat yeshi, qiron vaqtinglarga yetisizlar. Ba'zinglar yoshliqinglarda vafot bo'lib ketisizlar. Ba'zinglar ilgari bilgandan keyin hech narsani bilmas holatinglarga qaytarilishinglar uchun nihoyat qirib ketgicha hayot qoldirilsizlar. Alloh taolaning o'lganlarning qayta tirildirishga qodir ekanligini ko'rsatadigan yana bir dalil shuki, sen zaminni qaqas ko'rsan. Uningga biz yomg'ir yog'dirsak, u jonlanadi va ko'pishidi. Turli chiroyli o'simliklarni undirib berdi. Sura Toha 71-oyatidan 73-oyatigacha tarjimasi: Fir'avn aytdi: "Sizlarga men ruxsat berishdan burun uningga iymon etdinglar. Shubhisizki, u cho'qim sizlarga sehrni o'rgatgan cho'nginglar ekan. Men cho'qim sizlarning qo'llaringlarni, putlaringlarni o'ng chap qilib, ya'ni o'ng qo'l bilan so'l putni, o'ng put bilan so'l qo'lni kesib tashlayman. Sizlarni cho'qim xorma daraxtlariga osaman. Sizlar qaysimizning, ya'ni mening yoki Musoning Rabbining azobining eng qattiq va eng uzun ekanligini cho'qim bilasizlar." Ular aytdi: "Seni, ya'ni sana ergishishni ixtiyor qilib, bizga kelgan Musoning rostligini ko'rsatadigan ro'shan dalillarni va bizni xalq etgan Allohni hargiz tashlamaymiz. Bizning haqimizda nimani hukm qilsang, shuni hukm qilgin. Sening hukming faqat bu dunyoda o'tadi. Bizning xatoliklarimizni sening majburlashing orqasida
bizning sehr ko'rsatganligimizdan iborat gunohimizni mag'firat qilsin deb biz haqiqatan Rabbimizga iymon etdik. Allah'ның savobi sening mukofotingdan ortiqdir. Allah'ның azobi sening jazoyingdan doimiydir. Sura Shura 36-oyatida tarjimasi: Dunyoning ne'matlaridan sizlarga berilgan har qanday narsa dunyo tirikchiligida foydalanadigan narsalardir. Iymon etgan, Rabbiga tavakkul qiladigan kishilarga gunohi kabirlardan, qabih ishlardan saqlanguchilarga, darg'azab bo'lganlarda kechiralaydiganlarga, Rabbining da'vatiga ovoz qo'sha oladiganlarga, namozni ta'dil arkon bilan o'tiyalaydiganlarga, ishlarini maslahat bilan qaror qiladiganlarga, biz rizq qilib bergan narsalardan sadiq qiladiganlarga, uchirgan zulmga qarshi tura oladiganlarga Allohning huzuridagi savob texmi yaxshidir, texmi baqidir. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Sura Maryam 76-oyatida tarjimasi: Allah hidayet tapquchilarning hidoyatini ziyoda qiladi. Baqi qiladigan yaxshi amallar savob jihatdan va oqibat jihatdan Rabbingning dargohida ortiqdir. Alhamdulillah. Yuqorida Allohning Al-Baqi degan ism sifatlari haqidagi tafsirlarni angladinglar. Kelar qitimda Allah subhanahu va taolaning go'zal ism sifatlaridan Al-Varis degan ism sifatlari haqidagi tafsirlarni o'qiymiz inshaalloh. Sallallahu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.